Hammaga salom. Bugungi video foni Avstriya chiroyli tabiati, qish oxiri, bahor boshlanishi bo'ladi. Bugungi video mavzusi nimaga Yevropa, Yevroittifoq O'zbekiston fuqarolaridan polni atkazni boshladi. Umuman olganda men bu videoni 1,5 oy oldin qilmoqchi edim. Ayrim sabablar uchun qilmay qo'ydim. Endi taqozosi bilan shu kun qo'yish nasib qilgan ekan. Xullas sababi polni Yevropa, Yevroittifoq O'zbekiston fuqarolaridan 100% atkaz qilishi ehtimoli 2026-2027 yilga 100% aniq. Buni sababi men endi bir 4 yildan buyon Yevropaga yuribman. 4 yildan buyon bir joyga yursangiz, по-любому bir tanish bilish, u yoq bu yoq svязga ega bo'lasiz. Men 4 ta mamlakat ana bu ish haqiqiy ofitsial unaqa mashinaga emas, sizdan pul olaman, keyin damizni oling dekon unaqa odamlar emas, ofitsialni shu chet mamlakatlardan ishchilarni topib, primoy to'g'ri ish beruvchilar bilan shug'ullanayotgan odamlar 4 ta mamlakat bilan gaplashganimga ular aytgandiki, O'zbekiston fuqarolaridan Yevroittifoq norozi. Sababi bizani O'zbekiston fuqarolari kelyapti. Mayli ish alman. Men doim meni kuzatib yurayotganlar bir vaqtlar bir eshitgandir shu gapimni. Men nelegal yurmanglar. Shu mamlakatga keldingizlar bir 6 oy bitta ishxonaga ishlanglar, keyin shu mamlakatga boshqa ishga o'tib ketinglar deb qarichimni kaltaroq olsam agar, bizni hamyurtlarimiz, bizning yurtdoshlarimiz kelayotganu, masalan Litvaga, Polshaga, Estoniyaga, Latviyaga kelayotganu, mayli shu mamlakatga ish almashtirib shu mamlakatga qo'sa edi. Lekin bu bizani xalq endi o'rgangan-ku. Bu gap bilan o'ylamanglar, yana bu bizni xalq emas, bizani qoralashga tushyapti deb. Men естественно faktni tushuntiryapman. Men bir ting foyda ko'rmayman. YouTube'dan ham, Telegram'dan ham prosa xolis o'zimni fikrimni bildiraman. Meni shunday hayotiy strategiyam shundanki, men nimani o'ylasam, hamma bilan baham ko'rish. Mabodo bu dunyoga hamma shu men o'ylagan strategiya bilan yo'l tutsa edi, bu dunyo bu ahvolga bo'lmasdi bu vaqt. Bu vaqt hamma bir-birovini xatosidan o'rnak olib, menimcha ancha ideal bo'lardi. Xullas, qarochi o'zimizning mavzuga o'tsak agar, bizani mamlakatdan kelayotganlar Litvaga kelsa, Germaniyaga ishlagisi kelayotgan. Nimaga nima bo'lar edi buni? Slovakiyaga kelsa, Polshaga ishlagisi kelayotgan. Qarochi u mamlakatga kelsa, bu mamlakatga o'tkisi kelayotgan, u mamlakatdan kelsa, bu mamlakatga o'tgan. Mamlakat almashtirayotgan, primoy. Hech kimning xayoliga kelmayotgan. Men masalan oddiy fuqaro, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, har bir qonunni men hurmat qilaman. Qanaqa qonun chiqsa agar O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga o'xshab, u qonunni ichidan kasyak, u qonunni ichidan zaiflik qidirmayman-da. Qonun chiqdimi, u qonundan zaiflik, kasyak, uni qanday aylanib o'tishni nima qilmay, o'ylamay, unga 100% amal qilish kerak. Ayrim Yevroittifoq mamlakatlariga bor shunaqa qonun. Shunday qonunlar borki, qonunning o'zi chiqqan, lekin jazosi yo'q. Men ayrim vaqt so'raganman, shu qonunga bo'ysunmasang-chi desam agar, o'sha odamning ko'zi katta bo'lib, qanday bo'ysunmasliging mumkin? Bu qonun-ku. Hay, shu qonun chiqdi. Unga bo'ysunmading, nima jazo olasan desam agar, u bilmaydi. Shunga jazo hali yaratilgani yo'q Yevroittifoqqa. Lekin qonun chiqqan, ras qonun chiqdimi, hamma unga bo'ysunishi shart, muttaham. Обязательно bo'ysunishi kerak. Bizga qanday? Qonun chiqdimi, sirraz bu qonunni o'tirib olib,
Büyüsünü şu kadar tutun, umuman büyüsünmeyle o konuda. O konun kakbıta kimdir bir zolim odam yaratıp koygan. Endi bu zolimni to'poyligini, ahmoqligini biza isbotlashimiz uchun bu qonunni aylantirib o'tishimiz kerak deb shunday o'ylaydi odamlar. Lekin Yevroittifoqqa bunaqa понятка yo'q, xudoga shukr. Butun dunyo yevro standartga qarab rivojlanadi. Ayrimlar har xil negativ narsalar yozishi mumkin. Endi tan olaylik, уже nima deydi, bisirratib qo'ydik. Buni orqaga qaytarish iloji yo'q. Xuddi bir men elchixonaga borganday, elchixonaga bormasdan oldin ana bu Telegram, Yevropaga qadam Telegram gruppamga aytganimday, короче, men o'ylagandimki, ey odamlar, vizalaringizdan keyin karta papitaga o'tinglar, qonuniy yashanglar deb yolvorib, yalinib gruppaga ham, ana YouTube kanalga ham aytib yotibman. Shunday O'zbekiston elchixonasiga borsam, Varshavadagi odamlar bez pasporti yurgan ekan, ishonasizlarmi? Pasportini so'roqqa o'tib ketgan. U viza, u вообще chepiqa. O'zini fuqarolik pasportini so'roqqa o'tib ketgan ekanda, o'shalar sonmikda o'chirib turibdi. Meni o'chiratim kelyapti, meni o'chirib. Ayrimlar shu norozi shu ishidan. Shu qarab men aytdimki, men yangrishgan ekanim, men qarichni kalta olgan ekanim bu xalqqa qarab. Men ham shu xalqning ichigaman, men ham shu xalq. Prosta men Buxorolik, Karinoy Buxorolik, ming avlodim Buxorolik. O'sha uchun meni o'zbekcha sheyba mana shunaqa forsi tilga tortadi. Chunki Buxoro shaharga bitsa forscha gapiramiz. Xullas shunga hayron bo'lganmanki, men boshqacha tasavvurga eganim. Vizani cho'zdiringlar, keyin karta papita o'tinglar, qonuniy yuringlar desam agar, odamlar не только viza, karta papita nelegal yurgan ekan. O'sha uchun, короче, oxirgi vaqt bu video bilan nima demoqchiman? Gazini bosinglar. Pribaltika mamlakatimi? Masalan, Rusyan zo'r bilaykon doim Germaniyaga harakat qiladi-ku. Aytib qo'yay, Rusyan zo'r bilaykonlar Pribaltikaga harakat qilinglar. Nemischani zo'r bilaykonlar Germaniyaga harakat qiling. Shuning uchun nima qilsalaringiz ham harakatlaringizni gazini bosinglar. Hozircha Litva 100% tövba qildi, отказ qildi o'zbeklardan. Endi sekin-sekin Polsha ham, Latviya ham, Estoniya, Chexiya ham отказ qilgan уже. Birinchi Litva emas, birinchi Chexiya отказ qilgan o'zbeklardan. Prosta bizlarning o'zbekistonliklar вообще beldan past zarba deydi-ku boks tiliga. Ana shunaqa zarba beraykon xalq. Xullas, ana shunaqa zarba beraykon xalqni tushunaykon mamlakatlar уже отказni boshladi. Tak что baribir bizlarning xalqni tarbiyalab bo'lmaydi. Ming videolar chiqardim. Unay qilmanglar, u foydasi yo'q. Tak что kim Yevropaga kelmoqchi bo'lsa, harakatingizni beringlar. Kim $2000 so'raydi, kim $3000 so'raydi. Lekin so'rayotganiga 100% garanti bersin, 100% yuborib bilsa, gazini bosinglar Yevropaga. Yaqinga men 100% garanti beraman. O'zbekistonning oddiy aholisi, oddiy ishchilari uchun, bunday oddiy ishlar uchun Yevropa 100% yopiladi. Tak что o'shani bilib 2026-2027 yil. O'shani bilib harakatlaringizni qilinglar. Kimdir aytsa, men senga $1000 ga yo $1500 o'chiratga qo'yib beraman deb, shuni agar siz his qilsangiz, agar 100% shu $1500 olib o'chiratga qo'yib berib, siz kirib viza olib ketishingizni bilsangiz 100% lutchi bering o'sha $1500. Gazini bosing. 2027-yildan keyin O'zbekiston fuqarosi uchun nafaqat orzu tushiga kirsa ham bir tushiga kirayotgan orzu bo'ladi Yevropa. Mayli, bu video bilan nima demoqchiligimni menimcha ongli O'zbekiston fuqarolari tushundi.
Hammani ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.